Skоворodkada pirog pishirib ko'ramizmi? Instagramni ko'rib rosa qiziqdim va men ham darhol ishga kirishdim. Uyingizda svet o'chsa, aslo siqilib o'tirmang. Bu pirogni tayyorlash uchun mikser kerak bo'lmaydi. Pirogni tayyorlash uchun avval skоворodkani qizitib, sariyog'ni eritib olamiz va ustiga shakar qo'shamiz, ikkita tuxumni ham qo'shib, aralashtiramiz. Bitta kefirni ichiga iste'mol sodasini yarim choy qoshiq solib qo'ygandim, mijg'ib ketdi. Uni ham qo'shib aralashtirdim. Endi esa unni solamiz. Unni ichiga kakao va razli qo'shdim. Ozginadan solib aralashtiramiz. Mana shunday suyuq massaga keladi. Endi buni olovga qo'ysak bo'ladi. Tagini pastlab, qopqog'ini yopib, 1 soatga tinch qo'yamiz. 1 soatda tagi ham olmasdan pishadi. Endi issiqligida qaynoqqina sutni qo'shamiz. Ustiga eritilgan shokoladni yoki menga o'xshab chokokrem yoki nutellani qo'ysangiz bo'ladi. Ustini chiroyli qilib shokoladlarni surib chiqdim. Kokosovый struchkalarni sepdim. Bu pirogni tayyorlash juda ham oson va tez bo'ldi. Ham ta'mi o'zgacha bo'lib, mazali bo'lib chiqdi.